Leksiyalarımıza başlayımız hürmetli vatandaş. Bugün Çiğistağa 2020 yıl 5. ayının 22. günü haftaga cuma vatandaş. Endiki mavzumundaq. Jungo Shangang Davlat Bexatarligi qonunini muhokama qildi. Yani Jungo Hong Kong Davlat Bexatarligi qonunini muhokama qildi. Amerika birinchi vaqtda qandoq inkas qaytardi? Mavzuda xabar 5. ayning 21 kuni BBC'ning Xitoy til tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Xalq vakillar qurultayi Hong Kongda qishsha, Hong Kongga chet ishlar davlat bexatarligi qonun loyihasi muhokama qildi degan xabar o'ttirg'i chiqqandan keyin Tinch okeanning bu qirg'oqi Amerika Qo'shma Shtatlarida doirlik to'lqin qo'zg'aldi. Yoki to'lqin paydo qildi. Tahlilchilar mundaq deyishdi. Bu harakat Amerika Qo'shma Shtatlarining Hong Kongga alohida e'tibor berish siyosatini to'xtatishga olib keldi. Prezident Trump 21 kuni mundaq ko'rsatdi. Jungo agar Hong Kongda davlat bexatarligi qonunni yo'lga qo'yadigan bo'lsa, undaqda Amerika qattiq inkas qaytardi. Agar bu ish yuz beradigan bo'lsa, biz, ya'ni Amerika intayin qattiq inkas qaytaramiz. Prezident Trump Oqsaroydan chiqib, Michigan shtatiga minishdan avval muxbirning so'ragan savollariga yuqoridek javob berdi. Hong Kong matbuoti mundaq xabar qildi. Jungo Xalq vakillar qurultayi muhokama qiladigan davlat bexatarligi qonun loyihasi ning mazmunlari jumladan davlat hokimiyatini ag'dirish, davlatni parchalash, terroristlik harakatlar hamda chet el kuchlarining aralashishi. Bu talash tartishda turayotgan negizlik qonunning 23-moddasining qisman mazmunidir. Bular talash tartishda turayotgan negizlik qonunning 23-moddasining qisman mazmunlaridir. Bu qonun loyiha Jungo qonun chiqarish komitetining Hong Kong qonun chiqarish komitetining muhokama qilishiga qo'yilmadi. Demak, xalq vakillar qurultayi Shanghai Hong Kong to'g'risida o'zi qonun chiqardi. Bu Shanghai Hong Kongning qonun chiqarish komitetining oldiga qo'yilmadi. Ularning qo'shilishi va qo'shilmasligidan qat'iy nazar. Hozir Jungo o'zi oldiga ayrim ish qilyapti. Ma'nosini tushunib oldingiz, yaxshi vatandosh? Yuqorida ko'rsatilgan Hong Kong matbuoti munda xabar qildi. Hong Kong qurultayi muhokama qiladigan davlat bexatarligi qonun loyihasining mazmunlari o'qib bo'ldik hozir. Ondan davlat hokimiyatini ag'dirish, davlatni parchalash, terroristlik harakatlar hamda chet el kuchlarining aralashishi. Bu talash tartishga urinayotgan negizli qonunning 20-moddasining qisman mazmunlaridir. Bu qonun loyiha Hong Kong qonun chiqarish komitetining muhokama qilishi qo'yilmaydi. Negizli qonunning qo'shimcha hujjatlari sifatida Shanghayda, ya'ni Hong Kongda bevosita yo'lga qo'yildi. 28 kuni xalq vakillar qurultayida ovozga qo'yildi. Tez bo'lganda bu yil 8-oyda Hong Kongda yo'lga qo'yildi va ijro qilinadi. Bu harakat Hong Kongning qonun chiqarish organlarini aylanib o'tib, Hong Kongning o'zini o'zi boshqarishni ojizlashtirish deganlikdir. Bu harakatning xalqaro jamiyatning qarshi keltirib chiqarish faraz qilinmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi bayonot e'lon qilib, Beijingning Angliya Jungo birlashma bayonotiga amal qilib, Hong Kongga oliy avtonomiya berish to'g'risidagi va'dalariga va majburiyatlariga amal qilishga haydakchilik qildi. Amerika Davlat Mahkamasining bayonotchisi Morgan Ortagus mundaq'' Hong Kong oliy avtonomiyadan bahramand bo'ladi.
Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining Hong Kongga hozir berayotgan e'tibor berish siyosatida qilishida intayin zarur. Tashqi dunyo mundaq faraz qildi. Jungo Xalq vakillar qurultayi davlat bexatarlik qonun loyihasini muhokama qiladigan bo'lsa, Amerikaning Hong Kongning oliy avtonomiyasini qayta baholashiga turtki bo'ladi. Bilim xazinasi Xalqaro strategiya tadqiqot markazi Jungo tadqiqotining mudiri Jodi Blanchett mundaq ko'rsatdi. Davlat bexatarligi qonun loyihasining o'ttirib qo'yilishi Amerikaning Hong Kongga yo'lga qo'ygan alohida e'tibor berish siyosatini to'xtatishga elib keldi. Blanchett mundaq hisobladi. Beijingning kun tartibi, kechiringlar bu tarafi Washingtonga nihoyat zo'r siyosiy bosim paydo qildi. Bu deganlik nima? Sen demek çeksin alqib kelyapsan Hong Kong masalasi bo'yicha, bu albatta Washington buni inkas qaytarish kerak. Bu shunday siyosiy bosim paydo qilgan yuqorqidek qattiq inkas qaytardi deb Washington so'zlashga majbur bo'ldi. Cumhuriyetçiler Partisi'den senator Ted Cruz bayonot e'lon qilib, Jungo Xalq vakillar qurultayining bu tadbirini tanqid qilib, mundaq ko'rsatdi. Bu qonun loyihasini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Senator Ted Cruz mundaq ko'rsatdi, agar Beijing bu qonun loyihasini darhol og'dirib tashlamaydigan bo'lsa, Amerika qayta bog'lash siyosatini davomlashtirish kerak. Senator Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Hong Kong kishilik huquq qonun loyihasi Amerikani qudratli siyosat quroli bilan ta'minladi. Siyaset kuralları ta'minlangan o'tgan yil 11-26-kun Prezident Trump imzo qo'ygan Hong Kong kishilik huquq demokratiya qonun loyihasi ko'z tutib o'tdi.